Rad surasi 11-oyatda yozilishicha, albatta to bir qavm o'zini o'zgartirmaguncha Alloh ularning holini o'zgartirmas deb yozilganda, biz odatda xato qilsak, xatomizga boshqalar sababchi qilib keltirishni o'rganib qolganmiz. Aslida o'sha xatoga javobgarlikni o'z bo'ynimizga olishimiz kerak-da. Yoki kimdir hayotimizga kirib kelib, u bizni hayotimizni o'zgartirib yuborishiga ishonamiz. Bunaqa holatda nafaqat o'zimizni, balki ikkinchi tarafni ham qorong'ulikka boshlab ketgan bo'lamiz. Islohot tashqaridan emas, o'zimizni ichimizdan boshlanishi kerak deb o'ylayman. Chunki Alloh sizga eshigini ochyapti, sizni yurishingizni kutyapti, o'zingni o'zgartir, sening holingni o'zgartiraman deyapti. Lekin biz qadam tashlashni xohlamayapmiz. Oldimizga imkoniyat beryapti, biz shu imkoniyatni ishlatib ko'rishdan qo'rqyapmiz. Yolg'onchilik, xiyonat, vafosizlik hozirgi zamonda normal holat bo'lib qolgan. Bularni qilishimizga kim bizni majburlayapti? O'zimiz qilyapmiz. Shunday ekan, o'zgarish vaqti keldi.